Futboldagi taqiqlangan 4 ta mashhur nishonlash usuli. 4-o'rinda Jamie Vardy. Sheffieldga qarshi o'yinda Vardy so'nggi daqiqada g'alaba golini uradi va burchak bayroqchasiga ikki oyog'i bilan kuchli zarba berib, uni majaqlab tashlaydi. Muammo shundaki, bu oddiy emas, balki mavzusidagi bayroqcha edi. Internetda bu holat darhol katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Vardy esa stadion mulkiga ziyon yetkazgani uchun hakam tomonidan jazolandi. 3-o'rinda Ronaldoning Camp Nou'dagi so'nggi daqiqalarda urilgan goli va uning mashhur Calma nishonlashi. Ronaldo Barselona muxlislariga yuzlandi va butun stadionni tinchlanishga chorlagan holda o'zining afsonaviy harakatini amalga oshirdi. Bu shunchalik yaxshi bajarilganki, bir lahzada futbol tarixidagi eng esda qolarli voqealardan biriga aylanib ketdi. 2-o'rinda Edinson Cavani. U PSG tarkibida aql bovar qilmas gol urgandan so'ng muxlislar tomon o'q uzayotgandek o'zining mashhur snayper nishonlash usulini ko'rsatdi. Bunga javoban hakam zo'ravonlikni targ'ib qilgani uchun unga shu zahoti sariq kartochka ko'rsatdi. Birinchi o'rinda esa yana Ronaldo. Atletico Madridga qarshi o'yinda dastlabki uchrashuvda Diego Simeone o'zining g'alati harakati bilan Juventus ustidan kulgan edi. Bunga javoban Ronaldo ikkinchi o'yinda hat-trick qildi. Ajoyib kambekdan so'ng darhol u Simeonening o'sha nishonlashini aynan takrorladi. Oqibatda UEFA uning bu harakati uchun 20 ming